Botir hobbi uchun maxsus 6 kilolik o't yonadigan boltamiz yetib keldi. Qo'qonlik temirchi usta Akmalxon yasaverdilar. Hozir sekin buni ochib obzor qilamiz. Mana o'rtoqlar boltani ham ochib oldik. Haqiqatda zo'r chiqibdi. O'zimning ishini ustalari qilgani bilinibdi. Mana soplari ham yaxshi baqvat soplardan qilishgan. Endi buni Botir hobbiga moslashtiramiz. Tuning qilamiz. Tuning bolta bo'ladi. Kuzatib turinglar. Farq borda. Bu yoq bilan bu yoqni farq. Buni olib qo'yguncha o'zimiz sochim oqarib ketadi-yu. Buni ham bu bo'lmadi. Sapodolga tushganda, hali kuni kakos yasaganimizda apparat ishlatdik-ku. O'sha apparat bor, olib chiqqan, stol ustida turibdi. Chiroyli yoqolisizmi telefon fonarini? O'zim yoqolayman. Yoqolisam bor, tez olib chiq, tez. Mana o'rtoqlar, Botir hobbini tuning qilingan o'tin yonadigan boltasi ham tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqqaniga o'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqlari qora bo'ldi. Mana kombinirni qishladi u. Izolant taqganimiz sababi qo'ldan chiqib ketmasligi uchun. Akmalxon temirchi 111 profil egasi. Pul yasab beruvdilar menga. O'zingizga ham mashinaning ichkaro temirni chopib ko'rsatishdi. Bu men qayerga ketmoqda. Hozir biz o'zimiz ham tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganinglar, purut, ingichka purut, lekin normalniy qalinligi ham yaxshi. Oh, 20 metrga uchib ketdi. Endi boltani ko'ramiz, qani. Nima qildi ekan boltaga? Hech narsa qilmadi. Bu poyezd relsdan yasalgan bolta. Keyingi videoda testda original bo'ladi. Mana shu 6 kilolik boltada katta-katta o'tirlarni yorib tekshirib ko'ramiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, kuzatib turinglar. Joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar.